Va bugun vashcha zo'r narsani gaplashar ekanmiz. Assalomu alaykum dear students. Qaranglar, men sizlarga o'zbek o'quvchilarining muammosini aytaman. O'zbek o'quvchilar ingliz tilini o'rganayotganida, mana ko'p shu narsani misol qilaman. Aytishadiki, men zamon yodlayapman, zamonlarni bilaman, lekin ishlata olmayapman, qo'llanmayapman. Kuniga 150 ta so'z yodlayman, lekin ishlata olmayman degan gapni ko'p eshitaman-da. Har xil o'quvchilar bitta muammoni juda ham ko'p aytishadi. Va bugun shuni sababi to'g'risida gaplashamiz. Assalomu alaykum so'rashdimmi yo'qmi? Bolalar, qaranglar. Bizani o'zbek o'quvchilarning muammosi bu bizani o'qish sistemamizda. Chunki biz maktabda o'qiyotganimizda maktab imtihonlarida variantlar beriladi. Biz o variantlarni yodlaymiz. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, nimani o'rganyapman degan narsa yo'q. Maqsad imtihondan o'tib olish, yodla. Maktab tugatdi, institutga harakat qilyapmiz. Institutdagi imtihonning ahvoli nima? DTM, test, variant, yodla. Ya'ni mana bunaqa so'z ko'rasizmi? Mana variantni belgilaysan. Tarixda yil yilni yodla. Mana bunaqa hodisa yodla. Ona tili adabiyot, terminologiya yodla. Faqat bizga yodlatish, nimani yodlamayapmiz, nimaga yodlamayapmiz, bunisi umuman qiziq emas. Aytganimdek, bu o'quvchilarning emas, bu bizning sistemamizning aybi. Lekin shu sistemani aybi deb o'quvchilar ingliz tilini o'rganayotganda ham xuddi shunaqa yondashuv qilishadiki, o'quvchining xayolidagi narsa, men mana shu narsani prosta eslab qolishim kerak bo'ldi degan bir narsa bilan chegaralanishadi. Vaholanki, til o'rganilayotganda biz ikkita asosiy kuchga bir tayanamiz. Ikkita asosiy kuchni o'zimizda rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Bu yoshlarga ham, yosh kattalarga ham shu narsa tegishli, chunki yosh kattalarda shu kuchlarning bittasi kamroq, ikkinchisi ko'proq bo'ladi. Bunga to'xtalib o'taman. Endi bu qanaqa kuchlar desak, bu xotira, ya'ni eslab qolish kuchi va ikkinchisi fahm, ya'ni tushunish kuchi. Mana shu ikkita narsani, fahm bilan xotirani kombinatsiyasidan biz tilni tushunib, tilni yaxshilab o'rgana olamiz. Bizning yoshlarimizda shu muammoki, ular faqatgina bitta donasidan, xotiradangina foydalanishadi. Aytib o'tganimdek, ularning maqsadi tushunadimi, tushunmaydimi, farqi yo'q, yodlab olish. Yosh kattalarda bo'ladigan muammo, ular mavzuni tushunib yetishadi, lekin xotirani ustida ishlashmaydi. Bitta narsani bordek qabul qilishimiz kerakki, xotira hammada har xil va xotira ustida ishlanadigan narsa. Ya'ni siz xotirani ustida ishlaysiz. Bizda hozirgi kunda juda ham bir mashhur bo'lib ketgan mnemonika degan narsa bor-ku. Mnemonika bu bizda rivojlandi endi. Mnemonikani men 10 yoshligimda 11 aldab qo'ymayman, 10-11 bo'lsa kerak. National Geographic'da, Allohu alam, bittasi kartyojnik fokus ko'rsatgan. Ya'ni o'sha kartalarni ketma-ketligini eslab qolardi, keyin kupyurani olardi deb dollar ko'chada ketayotgan odamdan dollar so'raydi. Qisqa bir muddat ichida dollari tegdi seriyaning nomerini eslab qolardi. 12 tami, 14 tami nomer bor, o'shani eslab ketma-ketlik bo'yicha aytib berardi. Mana o'sha narsa bizda mnemonika deyiladi. Shu narsa bizga kim endi rivojlandi. Davron Turdiyev degan bola chiqib, o'sha narsani bizga bunday bir popularizatsiya qildi. Endi u mnemonikani men o'sha paytda ko'rganimda, o'sha ekspert aytgan ediki, bu narsani hamma o'zi rivojlantirsa bo'ladi, bu narsaga faqat vaqt sarflash kerak. Va o'zini o'sha paytdagi texnikasini aytgan ediki, men biron bir narsani, biron bir raqamni, biron bir predmetga bog'lab qo'yaman. Misol uchun, to'r desa, men to'rni mushuk deb tasavvur qilaman, chunki mushukning 4 ta oyog'i bor. 10 desa, men quyosh deb tasavvur qilaman, chunki quyosh rasmini chizayotganimizda bunday 10 ta qo'l chiqarib qo'yamiz va hokazo deb. Ularni yodlayotganimda quyoshda ketayotgan mushukni tasavvur quyoshda ketayotgan, to'g'ri, quyoshda ketayotgan mushukni tasavvur qilib, hokazo men shuni yodlayman degan edi. Ya'ni shundan biz o'zimizga xulosa qilsak bo'ladiki, xotirani ustida ishlasa bo'ladi. Yosh katta odamlar xotirani ustida ishlasa bo'ladi. Bir xil aytadiki, ustoz deydi, mana so'z yodlamayapman deydi. Men aytaman, so'z yodlash texnikasi bor, to'g'ri so'z tanlaysan, to'g'ri praktika qilasan, bunaqa deyman-da. Ustoz aytganingizga qolma, baribir bo'lmayapti deydi. Men aytaman, doktorga ko'rin deyman. Men Allohga qasam shu narsa menda bo'lgan. Bittasi yozdi shu narsani menga Telegramda. Shunaqa muammo bor, so'z eslab qololmayman dedi. So'zimni bunaqa yodlaysan dedim. Shunaqa qilolma, bir ta'sir qilmayapti dedi. Men aytdim, doktorga ko'rin dedim. Doktorga ko'rin, chunki seni imенно xotirangda muammo bor desam, ana odam chatda o'chirib tashlaydi. Prikiniz qilaylik, chatda o'chirib tashlaydi.
yakibi uni menimcha nazarida men uni ustidan kulgan deyman. Неужели odam o'zini idealniman deb o'ylaydi? Неужели odam o'zini idealniman deb o'ylaydi? Bizga yoshlikdan bekor keltirmaydi-yu, ko'proq yong'oyi, xotirangni yaxshilaydi, baluyi yoki mana bunaqa narsalarga xotira pasayadi, xotira kuchayadi. Bu o'ynaydigan narsa. Xotirani ustida ishlasa bo'ladi. Xotiraga qayerdadir kimdir doktor ko'rinib, tabletka yozib berar balki. Tushunasizlar? Bu narsani bordek qabul qilishimiz kerak-da. Bu odammiz, insonmiz-da. Xullas, xotirani ustida ishlasa bo'ladigan narsa, faqat xotirani ustida ishlash uchun konkretno vaqt kerak. Vaqt kerak deganda har kuni odam imенно shu xotirasini yaxshilash uchun xotirani ustida ishlashi kerak. Va ikkinchi narsa, xotira to'g'risida ko'p gapirib bordim. Bu fahm. Fahmni rivojlantirish bu ko'proq o'qituvchini qo'lidagi narsa deb o'ylayman, chim o'quvchini o'zini qo'lidagi narsa emas. Chunki o'quvchilar noto'g'ri sistemadan chiqdi. O'quvchida o'zimdan bir kritik o'ylab ko'rish, critical thinking degan narsa boshqalar yaxshi rivojlanmagan. O'qituvchi shuni o'rgatish kerakki, mana mavzusini tushuntirayotganda, bolalar, bu mana bunaqa narsa. Ingliz tili har doim ham tarjima qilinvermaydi o'zbek tiliga. Ba'zi bir tushunchalar bor, biz o'sha yangi tushunchalarni qabul qilishimiz kerak, o'zimizda shakllantirishimiz kerak deb o'qituvchi tushuntirish kerak. Shundagina o'quvchi o'ylab ko'rib, o'zi analiz qilib, biron bir mavzuni negiziga yetsa boru, u mavzuga qaytib kelinmaydi. Muammo bo'lmaydi o'quvchida. Bitta narsani hadib aylanverib, men elementaryda qolib ketganman, priga o'tolmayman, hech degan narsa bo'lmaydi. Tushunasizlarmi? Agar sizlar bitta mavzuda qotib qolayotgan bo'lsangiz, bitta darajada qotib qolayotgan bo'lsangiz, liba xotiranglar chato, liba fahm tomonidan ozgina yordam kerak. Mana shu narsani o'ylab ko'ringlar. Qachonki sizlar ham fahmni, xotirani kuchaytirsangiz, stobil ishlamay qoladi. Tinmaysizlar. Yangi ma'lumotni suv qilib ichadigan bo'lasizlar, yangi ma'lumot esingizda qolib, birovga bemalol o'rgatib, mana shunaqa bo'lasiz, unstoppable bo'lasizlar-da, Alloh izni bilan. Bugun gapirib bermoqchi bo'lgan narsam shu edi. Gaplarimni yaxshilab analiz qilinglar-da va o'zingizlarning holatingizga tashlaylar. Kimda fahm ustida ishlash kerak, kimga xotiraga ko'proq vaqt kerak. O'zingizlarga kerakli xulosa qilsanglargina, inshaalloh, yog'i chotki rezultatli ko'rinadi. Hammaga rahmat, vaqtingizga rozi bo'linglar.